Tushda qarindoshlar ko'rishning ta'birlari. Tushda yaqin qarindoshlar, aka, opa, uka-singilni ko'rish oilada ahillik, yaqin insonlardan yordam yoki ular bilan bog'liq xabar kelishining belgisi sifatida talqin qilinadi. Tushda amaki yoki tog'ani ko'rish tajriba, maslahat yoki kutilmagan yordamga ishora qilishi mumkin. Tushda xola yoki ammani ko'rish mehr-oqibat, oilaviy uchrashuv yoki quvonchli voqealar belgisi deb talqin qilinadi. Tushda marhum qarindoshni ko'rish ko'pincha uni sog'inish yoki u haqidagi xotiralarni anglatadi. Agar u xursand bo'lsa, yaxshi alomat deb talqin qilinadi. Bordiyu g'amgin yoki norozi ko'rinsa, uning haqqiga duo qilish va sadaqa berish tavsiya etiladi. Qarindoshlar bilan birga ovqatlanish rizqining kengayishi, oilaviy totuvlik va barakani anglatadi. Tushda qarindosh bilan janjallashish real hayotdagi ichki xavotir yoki hal qilinmagan masalalarni aks ettirishi mumkin. Tushda qarindoshning kulayotganini ko'rish xush xabar, quvonch va yaxshi o'zgarishlar belgisidir. Tushda qarindoshning yig'layotganini ko'rish tashvishlardan xalos bo'lish yoki o'sha insonning holidan xabar olish kerakligiga ishora sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.